alaykum, hurmatli saxovatpesha insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchiman. Mana shu farzandimni hayotini saqlash uchun iltimos, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. 10 yildan beri mana shu kasalga duchor bo'lgan. Olib bormagan joyimiz qolmadi. Davolatib, hozir mana o'sha davolashga ham qurbi yetmay qoldi. Ham qurbi, ham imkoniyati yetmaydi. Vrachlar operatsiya qilmasa bo'lmaydi deyapti. Oilasida bittagina nogiron qizi bor. 3 qizi turmushga chiqib ketgan. Shu nogiron qizini pensiyasi evaziga yashab o'ltiribdi ikkalasi. Shu agar qo'llaringdan kelsa, Toshkentga operatsiya qildirishga 30 million so'rayapti. Shu qo'llaringdan kelsa shu 30 million yordam qilinglar. Iltimos sizlardan. Assalomu alaykum, saxovatpesha insonlar. Sizlardan bir iltimos qilib so'rayman. 10 yildan beri onam ahvollari og'ir, yurak kasalliklari bilan kasallanganlar. Hamma joyga olib bordim. Lekin doktorlar, Toshkentdagi ham, doktorlar ham, vrachlar ham, Qarshidagi vrachlar ham qaytaryapti. Operatsiya qilmasa bo'lmaydi. Operatsiyaga 30 million pul so'rayapti. Bizning imkoniyatimiz yo'q, operatsiyaga pulimiz yo'q. Sharoitimiz juda og'ir. Bitta nogiron singlimni pensiyasida kun ko'rib yashaymiz. Iltimos, qo'llaringizdan kelsa yordam berishlaringizni so'rayman. Boquvchilari yo'q onamni ham, bizani ham. Mana shu ikki qog'ozlari. Mana bu nogiron singlimni nogironlik qarashogi. Onamniki 1 minut ichida 200 ta urib qolyapti. Juda ham ahvollari og'irlashib qoldi. Yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Saxovatpesha insonlar. Hurmatli vatandoshlar. Men mana shu yurak kasalligi bilan 10 yildan beri yotibman. Mana dekabrdan beri operatsiya qilish kerak deb tashxis qo'yilgandan keyin operatsiyaga pulim yo'qligi sababli operatsiya qildira olmadim. O'zim 4 ta qizim bor. 3 tasi turmushga chiqib ketgan. Bittasi mana bu nogiron qizim. Mana ikkinchi guruh nogironi. Shu bilan birga yashayman. Lekin bu qizimga qarashga hozir odamim yo'q. Endi Xudoyim saqlasin, menga bir gap bo'lib qolsa, qizim kimga tashlab ketishni ham bilmayman. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Menga yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Operatsiyamga yetarli mablag' yig'ilsa operatsiya qildirardim, qiynalib ketdim gap to'g'risi. Men turmush o'rtog'im yo'q. Yolg'iz shu qizim bilan, nogiron qizim bilan birga yashayman. Bu qizim shu menga qarab turadi. Lekin operatsiya uchun shuncha harakat qildim. Davolandim. Lekin davolangan foydasi yo'q. Operatsiya qilish kerak deyapti. Mana operatsiya uchun shartnomalar berishdi. Mana shartnoma berishdi. Ko'tar. Hamma hujjatlarim tayyor. Faqat operatsiyaga pul yo'qligi sababli o'tiribman. Yotibman shunday. Mana hamma hujjatlarim tayyor. Eho. Faqat kerak.
Mana. Mana asosiy hujjatim. Mana. Bir minutda yuragim 200 ta uradi. Rahmat sizlarga. Yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Sog' va salomat bo'linglar.